Assalomu alaykum hurmatli Ibrat Med klinikasi YouTube kanali kuzatuvchilari. Men Jumanazar va Mehribon Ibrat Med klinikasida pediatr shifokor lavozimida o'z ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Bugun sizlar bilan dorilar berishda yo'l qo'yiladigan xatoliklar haqida gaplashib o'tamiz. Ota-onalar bilan bolalarga dori berishda yo'l qo'yiladigan eng katta xatolikning biri bu dorining instruksiyasi, ya'ni qo'llanmasi bilan tanishib chiqmaslik. Ya'ni dorilarni biz sotib olganimizda upakovkasini ichidan qo'llanmasi, ya'ni dorini berish tartibi, dozasi, nojo'ya ta'sirlari hammasi yozilgan xuddi shunaqa qog'ozcha chiqadi. Bu qog'ozchani qanaqa dori berishimizdan qat'iy nazar ota-onalar ko'zdan kechirishlari kerak. Sababi aynan shu doriga nisbatan sizning bolangizda qarshi ko'rsatma mavjud bo'lishi mumkin. Ikkinchi yo'l qo'yiladigan eng ko'p xatoliklardan biri bu dorini dozasini to'g'ri bermaslik. Ayrim ota-onalar uyda bolasiga samolecheniya, ya'ni o'z boshimchalik bilan dorilarni berishga harakat qiladi. Bunda dorini dozasini haddan tashqari oshirib yuborishlik bu bolalarda dorilardan zaharlanishga, intoksikatsiya sindromiga va ahvolning yanada og'irlashishiga olib kelsa, dorilarning dozasini past qilib berish bu bolalarda dorining effektini yuzaga chiqmasligiga olib kelishi mumkin. Yana ko'pchilik ota-onalar yo'l qo'yiladigan xatoliklar bular dorini, ya'ni bizda kichkina bolalarda pediatriyada ko'pchilik dorilar ichishga qulay bo'lish uchun sirop, tomchi yoki suspenziya shaklida chiqariladi. Bu dorilarni berishdan oldin albatta flakonni yaxshilab chayqab, keyin bolalarga berilsa ta'siri seziladi. Nimaga bunaqa chayqab berish kerak degan savolga, birinchidan bunda asosiy ta'sir qiluvchi modda flakon ichida cho'kmaga tushib qoladi. Erituvchi modda bo'ladigan bo'lsa, tepa qismiga chiqib qoladi. Ota-onalar agar flakonni chayqatmasdan beradigan bo'lsa, bunda faqat erituvchi moddani beradi, asosiy ta'sir qiladigan moddasi pastda qolib ketadi. O'shaning uchun ham ota-onalarda xato tushuncha kelib chiqadi. Bu dori bizga ta'sir qilmadi yoki bu dori yaxshi emas ekan degan xato tushunchalar paydo bo'ladi. Undan keyingi eng ko'p uchrashadigan holatlardan biri bizga ham oldimizga shikoyatlar bilan keladi. Ya'ni bolalarda issiq chiqqan paytda onalar ko'proq vahimaga, ya'ni qo'rquvga tushib qoladi va birdaniga bolasiga birinchi paracetamol yoki tsifikon svechalarni qo'yadi. Undan keyin 10 minutdan keyin yana o'lchaydi, qarasa tushmagan. Yana tabletka formasidagi paracetamolga yoki ibuprofen tarkibli dorilarni beradi. Yana 10 minutdan keyin vahimaga tushadi-da, nima qiladi? Yana sirop shaklidagi dorini bolaga beradi. Ya'ni bolada yarim soat ichida 3 xil shakldagi bir xil dorini berish natijasida bolada o'sha dorining belgilangan dozasi oshib ketadi. Bu bo'lsa nojo'ya ta'sirlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yana muhim narsalardan bittasi bu dorilarning berilish vaqtiga yoki ular orasidagi intervallarga rioya qilmaslik. Ya'ni masalan biz antibiotiklar yozgan paytda biz aytamiz, bu 8 soatdan 3 mahal, 6 soatdan 4 mahal berilsin deymiz, lekin ota-onalar ba'zida e'tiborsizlik qiladi yoki esidan chiqib ketadi. Bu berilish tartibiga unchalik rioya qilmaydi. Bu ham dorilarning ta'sirining kamayishiga yoki umuman ta'sir qilmasligiga olib kelishi mumkin. Yana boshqa preparatlar bor. Antigistaminli dorilar, allergiyaga qarshi yoki ich keltiradigan dorilar, kunduz beriladigan dorilar, kechqurun beriladigan dorilarning o'rnini almashtirib qo'yish ham dorilarning ta'sirining yuzaga chiqmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Undan keyin yana biz onalar ko'p ishlatadigan dori immunomodulyatorlarni yaxshi ko'radi. Ya'ni Fiferon, Galavit, Genferon, Palexidon singari preparatlarni svecha ko'rinishida chaqaloqlarga ko'p ishlatiladi. Bu dorilarni ham bolada isitma paytida ota-onalar ko'p qo'ygan bo'ladi. Biz so'raymiz, kelgan paytda anamnez yig'amiz. Issig'iga nima qildingiz? Oyisi shunaqa deb so'ragan paytimizda onalar aytadi, Riferon qo'ydim, Genferon qo'ydim yoki Galavit qo'ydim deb keladi. Bunaqa immunomodulyator tarkibli, ya'ni interferon tarkibli dorilar baland isitma paytida ta'sir qilmaydi, chunki tarkibidagi interferonlar baland isitma, ya'ni 38-39 gradusda tarqalib ketib, bu ham umuman dorining ta'sirini qilmasligiga olib keladi.
Undan keyin yana bitta guruh dorilar tomchi shaklidagi ko'zga, burunga, quloqqa tomiziladigan dorilar. Ya'ni nazarniy yoki ko'zga aniq qilingan tomchilarni kichkina bolalarga va o'rta yoshdagi bolalarga albatta tomizilishdan oldin ilitib tomizilish kerak. Chunki yallig'langan joyga yana muzdek tomchilarni tomizgan paytda yallig'lanish protsessi yana ham kuchayib ketishiga olib kelishi mumkin. Bolalarda yana ko'p uchrashadigan holatlarning biri bu yo'tal. Ota-onalar nima qiladi? Bolasi yo'talgan paytda uydagi bor, aptechkasidagi bor dorilarni berishga harakat qilib, o'zlari pediatrga olib chiqmasdan davolashga harakat qiladi. Yoki qandaydir qarindoshidan, qo'shnisidan so'raydida, ularni aytgan dorisini berishga harakat qiladi. Ya'ni bolada yo'talning etiologiyasini kelib chiqish sababini bilmay turib, yo'talga qarshi dorilarni berish yo'talning yanada kuchayib ketishiga olib keladi. Bizda shunaqa holatlar bo'ladi. Oddiy faringit, kataralniy angina paytida bolalarga yo'tali bor deb balg'am ko'chiradigan ambraxolga o'xshagan dorilarni beradi ota-onalar va u yo'tal xurujini yanada ko'paytib ketishiga olib keladi. Yana hozirgi zamon anaqasiga nima deydi? Talabiga deymizmi yoki hozirgi zamonga mos bo'lgan yo'talga ishlatiladigan narsalarning bittasi bu ingalyatsiya, ya'ni lazer, nebulizer dorilarni to'g'ridan to'g'ri nafas yo'llariga yuborish usuli. Bu usul juda ham samarali, zararsiz va foydali bo'lib hisoblanadi, qachonki ota uni ingalyatsiyadan to'g'ri foydalansa. Ikkinchidan, dorilarni to'g'ri tanlansa. Birinchi o'sha ota-onalar yo'l qo'yiladigan xatoliklar, doktor yoki vrach yozib beradi pediatr tomonidan dorilar. 2 ml masalan nebutamol, unga natriy xlor qo'shiladi va ingalyatsiya qilinadi deydi. Shifokor onaga necha minut ingalyatsiya qilinishini yoshga qarab yozib berish esidan chiqib ketishi mumkin. O'sha paytda ota-onalar uyga borib, to dori tugaguncha ingalyatsiyada bolani olib o'tiradi. Yo'q, bu xato. Kichkina bolalarda ingalyatsiyada 4-5 minutdan ortiq olib o'tirilmaydi. Bu ularda o'pkasiga zarar yetishi mumkin. Bundan ko'p vaqtga olib o'tirish. Undan keyin vaqtiga bolalarda ingalyatsiyaga biz yozib beramiz. Masalan, 2 mahal deb yozamiz. Ota-onalar uyga boradi-da, vaqti bo'lgan paytda, obedda, tushlik paytida bitta ingalyatsiya qo'yadi-da, kechqurun uy ishlarini qiladi, ishga boradi. Undan keyin bola uxlashdan oldin esiga tushadi-da, ingalyatsiya qiladi. Va bolada yanada yotgan paytda uyqudan oldin qilingan ingalyatsiya yo'talning kuchayib ketishiga olib keladi. Sababi ingalyatsiya dorilari bronx yo'llarini namlaydi, kengaytiradi. Buning natijasida balg'am ajralishi, ko'chishi oson bo'ladi va balg'am bolalarda yotgan paytida yo'talni chaqiradi. Videoim sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. O'zingizda va yaqinlaringizda pediatriyaga oid savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.